Qaranglar, kepka olsanglar, sirasi joyida yozib beradi. Mana Fazilov J deb mana jahonga yozdiryapti. Mana Erbol yaqin akasiga Misha Alish deb yozdirdi, qaranglar. Ana zavod qilib yozilganga o'xshaydi. Akalar, bizni New Era'ning do'koniga keldi. Ana kepkalarni qaranglar. Mana shu do'konga kirsam bor, chidomayman-da. Nimadir olib chiqib ketishim kerak edi. Lekin qaranglar, nechta narsa oldim. 6 ta kepka oldim, akalar, takoy. Jinnalardan bor, nima deyapti, hammasini qaranglar. Mamlarga ham o'rgatib qo'ydim, bor. Men ham siz bilan boshqa yurmaymiz. Men ham ikkita kepka oldim. Men ham ikkita kepka. Bo'ldi, kam. Mana bunaqa spreylardan oldim. Kepkani tozalaydigan zo'r spreylari bor ekan, bor. Mencha bunaqa keysi bilan oldim-da. Ana kepka umuman pachoq bo'lib qolmaydi. Bemalol sumkaga ham solib ketaversanglar bo'ladi. Kepkani sifatligini olmoqchi bo'lsanglar, mana shu brendnikini olinglar. New Era shikalat kepkalar ekan. Qaranglar. 699 kaloriya yozilgan-da, kilokaloriya, 700 kilokaloriya. Nima uchun oldim buni? В общем, sportga bormanglar, mayli, hech qachon sportga bormanglar. Lekin inson uchun kunlik norma kilokaloriya bor-da, maksimalni 2500 kilokaloriya. Mana shu ilova orqali shu kilokaloriyani o'lchab, bir kunda 2000-2500 lik ovqat yeb turib, ko'rib turib, umuman sportga bormanglar, inson semirmaydi. Chunki gaplashishimiz ham, yurish turishimiz ham kardio, bu ham sport. Ayniqsa g'iybatlashishimiz. O'shaning uchun mana shu предложениeni xohlasanglar skachat qilib olib, dunyoning любой точкasidan 2500 kilokaloriyagacha urib nafsi tiyinglar, inson semirmaydi. Bo'ldi. Baxtli bo'linglar.